Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana biz bugun litsenziyani bitkazdik. Bu litsenziyaga keladigan bo'lsak, mana bu balandlargacha urib ketyapmiz. Bizning ishimiz faqat litsenziya urish. Ham quvvatligini chiqaramiz, ham armaturani qo'yamiz. Agar yaxshi ustalar bo'lsa, mana bugun bizga shuni akkord deb berganiga biz bo'lsak, mana avlodgacha ham bo'lmadi. Agar yaxshi ustalar bo'lsa, 3 soatlarga bitkazadi. İşimiz faqat litsenziya urish. Mana balkalarni to'qadik. Mana ikkita balkani to'g'ib qo'ydik. 4 sloy bo'ladi. 4 sloyda urdik. Aziz do'stlar, oylikka keladigan bo'lsak, 5000 dan 6000 gacha olyapmiz. Oldi ustalar. Oylik har 15 kunda bo'lyapti. Har 15 kunda raschet qiladi. 15ida tabel yopilsa, 20sida oylik. Yana birinchida tabel yopilsa, 5-da oylik. Aziz do'stlar, mana kimga kim ish kerak bo'lgan bo'lsa, mana musofirlarga mana shu obyektga kelasizlar. Bizning brigadamizning ismi Xudoberdiyev O'ral. Mana shu aziz do'stlar, ko'rdilaringiz, o'zlaringiz bir fikr, kommentariya yozishingizni kutib qolamiz. Kimga ma'qul? Mana kommentariya, layklardan bosamiz aziz do'stlar. Shu laykni ham qanday yo'q jibir-jibirlarga ham bosasizlar. Biz oddiy mehnatkash insonlarga, musofirlarga layk bosish har doim tilab qolamiz. Bitta layk, bitta podpiska